Muhammad sallallohu alayhi vasallam 40 yoshga yetganlarida vazifa topshirildi. İnsoniyatga elchi bo'lish vazifasi. Elchini vazifasi xabar yetkazuvchi hisoblanadi. Allohning xabarini, Allohning topshirig'ini, Allohning buyrug'ini Muhammad sallallohu alayhi vasallam butun insoniyatga yoyish bo'yicha mas'uliyat berildi. Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, Yoqub alayhissalom, Shuayb alayhissalom, Solih alayhissalom, Idris alayhissalom, butun o'tmishdagi payg'ambarlarning hammasi o'zini millatdoshlariga, qavmdoshlariga, qabiladoshlariga Allohning xabarini yetkazish bo'yicha mas'uliyat berilgan edi. Ya'ni o'zini qabilasi, o'zini qavmiga, tor doiraga. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lsa, butun insoniyatga Allohning xabarini, topshirig'ini, buyrug'ini, qaytariqlarini yetkazish vazifasi berildi. Elchi bo'ldilar. Ya'ni bu aslida urg'u berayotganim sababi globalizm degan narsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam davridan boshlanib bo'lgan. Globalizm aslida islomning yoyilishi, farqi yo'q. Hudud qaramasdan, mintaqa qaramasdan, shahar qaramasdan, iqlim qaramasdan farqi yo'q. Hamma joyga Allohning buyrug'ini, topshirig'ini, qaytariqlarini, ya'ni to'siqlarini, man qilinganlarni hammasini yetkazish Muhammad sallallohu alayhi vasallamga vazifa qilib topshirildi va u kishi payg'ambar bo'lganlaridan keyin butun vahiy xabarlarini da'vat qilish uchun, yetkazish uchun Makkani amaldorlariga bordilar. Abu Talib Makkani amaldori edi, boshqaruvdagi inson edi. Ya'ni Makkani boshqaruvi bir nechta boy, aslzoda, zodagonlar bir joyga jamlangan holatda, kengash qilgan holatda boshqarardi. Aynan bitta boshqaruvchi, aynan bitta rahbar yo'q edi. Bir kengash asosida boshqarilardi. Hammasi o'tirishardi, muhokama qilishardi, qura tashlashardi ba'zi joyda ovoz yo'li bilan bo'lardi balki. Xuddi shu kabi boshqaruv bo'lardi. Boshqaruv bo'lganidan keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam ilk ularga borib da'vat qildilar, chunki agarda davlat boshqaruvdi, ya'ni Makka ham kichkina shahar davlati bo'lgan, o'sha shahar davlati boshqaruvdagi odamlar agarda islom dinini qabul qiladigan bo'lsa, butun Makka aholisi ham keyinchalik islomni qabul qilishi va Makka markaziy hudud bo'lgani uchun, ya'ni u yerda Ka'ba bor, Ibrohim alayhissalomning dinida bo'lgan boshqa mintaqalardagi insonlar borib turib haj qilishardi. Ya'ni Ibrohim alayhissalomning sof dinida emas, keyinchalik buzib tashlangan, keyinchalik butlar aralashtirilgan. U butlarning orasida turli xil insonlar bor, yaxshi odamlar ham bo'lishi mumkin, lekin ular but bo'lib sig'inish boshlangan. Ya'ni Ibrohim alayhissalomning o'zlari butlarga qarshi chiqqanlar, turli xil xudo deb qarab olingan butlarga qarshi chiqqanlar, Ibrohim alayhissalomni dinidaman deb turib, keyinchalik insonlar ular ham yana butga sig'inishi boshlab ketilgan. Va ularni yana sof islomga, Ibrohim alayhissalomni diniga qaytarish uchun, ya'ni sof islomda bo'lishi uchun, chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallam dini ham Ibrohim alayhissalom dinida bo'lgan, sof islomga qaytishlari uchun targ'ib qilishni boshladilar. Lekin Makkani zodagonlari, amaldorlari bu narsaga yaxshi qaramadi, chunki ularning ijtimoiy mavqelari bor edi. Ya'ni Makkani agar boshqaruvdagi insonlar islomni qabul qiladigan bo'lsa, qullik yo'q bo'lishi kerak. Hamma teng bo'lishi kerak. Ular hazm qila olmadi. Ularni yashayotgan hayoti, turmushi, sharoiti, boyligi xavf ostida qolishini o'ylab turib qabul qilishmadi. Bundan tashqari masalan irqchilik, mana bugungi kunda ham mahalliychilik bor-ku bizda. Sen Samarqandlisan, sen Farg'onalisan deb turib, shunaqangi mahalliychilikga o'xshab u yerda qabilachilik bo'lgan. Men falonni avlodiman, sen pistonni avlodisan deb turib, hattoki Abu Jahl aytadi, biz Muhammad sallallohu alayhi vasallam oilasi, ya'ni avlodi bilan biz boshqa avloddan kelgan bo'lsa, o'zi ular borib Ismoil alayhissalomga borib taqaladi. Lekin boshqa avloddan kelgan bo'lsa, tarqalishi biz ulardan doim musobaqalashardik. Jangda yutish bo'yicha, boylik bo'yicha musobaqalashardik. Faqat ulardan degan Abu Jahl faqat ulardan payg'ambar chiqdi. Biz shuning uchun ham qabul qilmadik degan. Makkani qavmidan oz sonli insonlar islom dinini qabul qildi. Umar roziyallohu anhu masalan islom dinini qabul qilgan paytlarida ko'pchilik musulmonlar, islomni qabul qilgan musulmonlar xursand bo'lgan edi, chunki Umar roziyallohu anhuni
ham Makkada mavqelari kuchli edi, ham Umar roziyallohu anhu o'sha Makka kengashi bor-ku, Makka davlatini ba'zan elchiligini diplomatiyasi bilan ham shug'ullanib turardilar. Boshqa davlatga borib turib, diplomatiyasi bilan shug'ullanib, diplomatik aloqalarda o'rinlari, vazifalari bor edi. Keyinchalik lekin Makkada kutilgan natija bo'lmagandan keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam Toifga boradilar. Toifga borgan paytlarida Toif Makkani siyosiy raqibi edi. Toifda pul bor, Makkada pul bor. Makkada bo'ladigan pul tijorat orqali. Chunki haj mavsumida dunyoni har tarafidan haj qilgan insonlar kelishadi. Kelgan paytda tijorat yurib turadi. Toifda ham pul bor. Chunki Toifda iqlimi yaxshi bo'lgani uchun bir tarafda Rim imperiyasiga, bir tarafda Fors imperiyasiga, dunyoni turli taraflariga meva-cheva yetishtirib berardi. Meva-cheva yetishtirib bergani uchun pul bor edi. Toifda kattakon bir but bor edi. Makkada Ka'ba bor edi. Toifda katta bir but bor edi va o'ziga Toif Makkani siyosiy raqib deb bilardi. Shu sababdan ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam Toifga boradilar. Agar toifliklar islomni qabul qilsa, meni payg'ambar ekanligimni tan oladigan bo'lsa, siyosiy tarafdan o'zib ketadi deb. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hamma xatti-harakatlarini qaraladigan bo'lsa, har birini zamirida, tagida albatta bir siyosiy tushuncha, siyosiy daholik, siyosiy masalalar bo'ladi. Faqat Toifdagilar ham kazolar, ya'ni boshqarayotgan insonlari kelib san payg'ambar bo'ldingmi? Kelib Alloh seni tanlab oldimi? Butun insoniyatga elchi qilib turib past ko'rish boshlashdi. Sababi ularni o'lchovi, hayotdagi o'lchovi insonni ijtimoiy mavqei, boyligi bilan o'lchashardi. Ya'ni agarda Alloh bir odamni payg'ambar qiladigan bo'lsa, eng boy odamni, eng hammadan hurmatli bo'lgan odam tanlash kerak bo'ladi. Ya'ni hurmat degan ma'noda hamma egilib bukiladigan, avtoritet deyiladi, shunga o'xshagan bir inson bo'lishi kerak. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makkada qattiq hurmatlari bor edi. Muhammad amin deb bilishardi. Ya'ni omonatdor deb bilishardi. Hatto shu Makka mushriklari keyinchalik ham, hattoki payg'ambar bo'lganlardan keyin ham o'zlarini boyligini, ba'zi narsalarni omonat qilib topshirishardi. Toifliklar bu narsani qabul qilmadi. Ko'chadagi yurgan yosh bolalar orqali toshbo'ron qildirib quvishdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bunaqangi vaziyat uchun ko'p o'yladilar va keyin, ya'ni Madinaga, orada bir nechta voqea bor. Buni islom tarixida bafurja gaplashishimiz mumkin. Islom tarixi haqida gaplashgan paytimizda Madinaga hijrat qiladilar. Madinaga hijrat qilgan paytlaridan keyingi bo'lgan davrni butun qaragan paytimizda hadislar bo'ladimi, voqealar bo'ladimi, tarix bo'ladimi, hammasini kuzatgan paytimizda davlat rahbari va Madina shahar davlati ko'z bilan qarash kerak bo'ladi. Chunki Madinaga borganlaridan keyin, Madinadan o'z-o'zidan bormadilar, to ungacha o'sha haj qilgani kelgan Madinani aholisi bilan muloqot o'tkazadilar, suhbat o'tkazadilar, muzokaralar bo'ladi va ular aqoba bayati beradi. Ya'ni qo'l berishadi. Sizni payg'ambar deb tan olamiz. Siz Madinaga keling. Agarda siz keladigan bo'lsangiz, jonimizni, bolamizni, oilamizni, mulkimizni qanaqa himoya qilsak, sizni ham xuddi shunaqa himoya qilamiz deb va'da berishadi. Keyin boradilar. Borganlaridan keyin Madinada davlat tashkil qilinadi. Islom qonunlari asosida, shariat asosida davlat tashkil qilinadi. Madinada tashkil qilingan davlat islom qonunlari asosida, Allohning buyruqlari asosida joriy qilingan bir davlat edi. Hukmlar Allohning buyrug'i bilan amalga oshirilardi. Ya'ni biror bir vaziyat bo'ladimi, holat bo'ladimi, Allohning buyrug'i bilan solishtirilardi, tosh taroziga solinardi va Allohning buyrug'i asosida jazo berilardi yoki shunga ko'ra chora ko'rilardi. Ya'ni davlat shu edi. Ya'ni masalalarni hal qilish Allohning buyrug'i asosida bo'lardi. Endi shu yerda bir asosiy masalaga to'xtalamiz. Madina shahrida Muhammad sallallohu alayhi vasallam islom qonunlari asosida davlat tashkil qilgan bo'lsalar, Allohning buyrug'i asosida davlat tashkil qilgan bo'lsalar, u davlatning ichida yashayotgan hamma musulmon emas edi. Hamma ham musulmon emas edi. Ya'ni islom davlatining ichida hamma musulmon bo'lishi shart emas. Diniy davlatda davlat hududini ichida yashayotgan hamma musulmon bo'lishi shart emas. Nega? Chunki islomda zo'ravonlik qilish yo'q. Islomda majburlash yo'q deyiladi-ku. Bu majburlash qanaqa? Masalan, iymonning shartlari bor. Iymonning shartlari bor. Allohga iymon keltirish
iymonni shartlari hisoblanadi. Payg'ambarga iymon keltirish iymonni shartlari hisoblanadi. Ba'zi insonlar Allohga ishonmasligi mumkin. Mumkin. Ya'ni har qanaqangi isbot keltirilsa ham, har qanaqangi dalil keltirilsa ham, u hech narsani qabul qila olmasligi mumkin. Yo'q, men qabul qilmayman deb turishi mumkin. Agar Allohni qabul qilmasa-yu, yoki deylikki Allohni bor ekanligini qabul qilsa-yu, faqat Muhammad sallallohu alayhi vasallamni elchi sifatida qabul qilmasligi mumkin. Ya'ni vazifalarni, topshiriqlarni va taqiqlovchi buyruqlarni olib kelgan bir xabarchi, elchi sifatida qabul qilmasligi mumkin. Kimdir aytishi mumkin, men uchun elchi faqatgina Iso alayhisalom deyishi mumkin. Men uchun elchi Muso alayhisalom deyishi mumkin. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni agarda qabul qilmaydigan bo'lsa, dinda majburlash yo'q. Islom davlatining ichida uni vazifasi marhamat, soliq to'laysan. Islomni qabul qilmaganing uchun soliq to'laysan, lekin bu soliqni evaziga joning, moling, ayoling, oilang himoyada bo'ladi. Davlat buni kafolatlaydi. Ya'ni soliq degani bu ikki tarafli bo'ladi. Bir taraf farqi yo'q. Musulmonlar ham masalan zakot to'lagan bo'lsa, qaysidir ma'noda bu ham zakot ham soliq hisoblanadi. Davlat byudjetiga tushadi. Davlat byudjetini asosida hammasi manfaatdor bo'ladi. Musulmon u musulmon emas. Ya'ni shu sababdan ham aytmoqchi bo'lganim, davlat boshqaruvi bo'yicha Madinadagi bo'lgan vaziyatlarni, Madinada bo'lgan hadislarni hammasini qaralganda shu ko'z bilan qarash kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlardan keyin davlat tashkil qilganlar, davlatning rahbari bo'lganlar. Umar roziyallohu anhu, Abu Bakr roziyallohu anhu bu davlatning amaldorlari edi. Ular davlatning amaldori bo'lgan holatda birgalashib davlatni boshqarishadi. Faqat bu davlatni endi binosi bo'lishi kerak. Masalan, davlat deb turib qayergadir murojaat qilinadi-yu, murojaat qilinadigan joy masjid edi. Masjid Madinadagi shahar davlatini markaziy qarorgohi edi. Kimnidir quvonchi va tashvishi masjidda hal qilinardi. Kimnidir dardu alami masjidda hal qilinardi. Nimaki bo'ladigan bo'lsa, qarorgohi masjidga borilardi va o'sha yerda hal qilinardi. Davlatni hukmlarini Muhammad sallallohu alayhi vasallam hal qilardilar. Ya'ni Allohning elchisi bo'lganliklari uchun, davlatni Allohning buyruqlari asosida boshqarilgani uchun va oyatlar bo'yicha Qur'on, ya'ni masalan bugungi kundagi Qur'on aslida Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrida bir joyga jamlanmagan. Keyinchalik Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin bu davlatni rahbari bo'lgan Abu Bakr roziyallohu anhu davrida butun Qur'on hamma joyga bir joyga jamlandi. Sababi Yamoma urushida yuzlab qori bo'lgan sahobiylar shahid bo'lishdi. Shahid bo'lishganidan keyin bu Qur'on davlat boshqaruvidagi konstitutsiya hisoblanadi. Islom dini asosida boshqariladigan bir davlatni, musulmonlarni konstitutsiyasi bo'lgani uchun va bu Qur'onni yod olgan, astoydil bilgan va hammasini ikir-chikirlarigacha bilgan insonlarning soni kamaygani uchun bir joyga jamlashga ehtiyoj bo'lgan. Masalan, Umar roziyallohu anhu qori bo'lmaganlar. Hattoki ba'zi masalalar bo'yicha Umar roziyallohu anhuga borib so'rashgan paytida falon masalada nima qilish mumkin? Islom asosida, islom hukmlari asosida deb so'rashgan paytda Umar roziyallohu anhu aytganlar, falon qorilar bilishardi buni. Ular bu masalani yaxshiroq izohlashgan, yodlashgan, bu Qur'onni yaxshilab tushunib olishgan. Faqat ular Yamoma jangida shahid bo'lishdi deb aytganlar-da. Ya'ni shu sababdan ham Muhammad sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin islom davlatini boshqaruvda Abu Bakr roziyallohu anhu bo'ldilar. Musulmonlarni boshlig'i, islom davlatini boshlig'i, faqatgina musulmonlarimiz islom davlatini rahbari Abu Bakr roziyallohu anhu edi. Abu Bakr roziyallohu anhu davlat rahbari bo'lganlaridan keyin yelkalariga bitta materiallarni olib tijorat qilish uchun yana bozorga chiqib ketayotgan paytlarida Umar roziyallohu anhu aytganlar, qayerga ketyapsiz? Desa, bozorga. Ha, davlatni boshqarmaysizmi desa, men ham bolalarimni boqishim kerak-ku, tirikchilik qilishim kerak-ku deganlar. Ana o'shandan keyin budjetdan, baytul mol deyiladi, budjetdan davlat rahbariga oylik ajratilish boshlangan. To ungacha masalan Muhammad sallallohu alayhi vasallam davlatni boshqargan bo'lsalar, oilalarida Oysha onamizdan rivoyat qilinadi, ba'zan ovqat bo'lardi, ba'zan bo'lmas edi. Ya'ni davlat rahbarining oilasidagi bunaqangi holat yashalgan. Ba'zan bo'lardi, ba'zan bo'lmas edi.
Vaholanki byudjetda qanchadan qancha oltin bor edi, qanchadan qancha pul bor edi. Hattoki hadiya kelgan kiyimlarni Muhammad sallallohu alayhi vasallam ustlariga kiygan paytlarida bir badaviy kelib turib, ustunligini menga bergan, ustunligini menga bergin desa yechib beradilar-ku. Ya'ni shunaqangi darajada qo'llarida hech narsani saqlamagan holatda ommaga, xalqqa, insonlarga hammaga beraverganlar, yoyganlar. Yoyganlari uchun o'zlari masalan byudjetdan oylik ajratilishiga ehtiyoj bo'lmagan, shuning uchun bir taqchillik bo'lgan, shuning uchun Oysha onamiz aytganlaridek, ba'zan ovqat bo'lgan uyda, yemoqlik bo'lgan ovqat deganda bugungi kunda ya'ni osh, bir nechta masalliqqa aralashgan ovqat emas. Chunki o'sha davrga qaraladigan bo'lsa, ne'matlar nima bo'lgan? Sut bo'lgan, xurmo bo'lgan, un bo'lgan, ya'ni sanoqli narsalar bo'lganda, ba'zan u yer bu yerdan masalan Shom hududlaridan, Eron hududlaridan ba'zan boshqa bir narsalar, qo'shimcha narsalar kelib qolmasa, sanoqli narsa bo'lgan ne'mat jihatidan. Bugunchi masalan bitta oshni o'ziga qancha ne'mat solinadi, qancha masalliq solinadi. Osh tayyor bo'lgandan keyin yonida qancha ayron bo'ladimi, suv bo'ladimi, har xil. O'sha ne'matlarning o'zi ham ba'zan bo'lgan yemoqlik, ba'zan bo'lmagan. Hattoki masalan ba'zan un bo'lgan, ba'zan bo'lmagan, ba'zan xurmo bo'lgan, ba'zan u ham bo'lmagan deb aytganlar-da Oysha onamiz. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu davrida bo'lsa, byudjetdan pul ajratilgan. U davrida bo'lsa, bir tarafda Rim imperiyasi bor edi, kattakon. Dunyoning har taraflarida boshqa qirolliklar, podshohliklar, davlat boshqaruvlari bo'lgan bo'lsa, byudjetni davlat boshqaruvidagi odam xohlaganicha tasarruf qilardi, xohlaganicha boshqarardi, xohlaganicha o'zi ishlatardi. Oilasiga, bolalariga xohlaganicha ishlatardi dunyoning har tarafida. Abu Bakr roziyallohu anhu davrida bo'lsa, aynan davlat boshqaruviga pul ajratildi. Masalan, Britaniya Rim imperiyasini imperatori xohlaganicha yashirdi. Byudjetdagi pulni xohlaganicha ishlatardi. Hatto dasturxonga shunaqangi dasturxon yozib turib ovqatlanardiki, dasturxondagi turli tuman nozu ne'matlar bo'lganidan, ularni yeganidan oshqozon ma'lum bir miqdor bor-ku, ma'lum bir miqdordan keyin to'ladi-ku, uzr-ku, borib turib qayd qilgan holatda yana boshqatdan yeb o'tirgan ekanda. Shu darajada ochko'z, yana shu darajada yana bo'lganda noz ne'matlar ko'p, nafs qo'ymaydi va shunaqa qilib turib davom etgan ekan. Bu xristian diniy davlatlari keyinchalik borgan, masalan Britaniyada Magna Carta 1215-yilda Magna Carta bo'lgan. Magna Carta orqali ma'lum bir Britaniyaning qiroliga ma'lum bir miqdorda oylik ajratilgan yoki sani byudjetdan ishlatadigan puling xohlagancha bo'lmaysan degan. Tushuntira oldimmi mana? Islom davlatida birinchi davlat rahbari Muhammad sallallohu alayhi vasallam shundoq ham kamtarona, shundoq ham uchmuch, ba'zi hadislarda keladi, bundan qarzdor bo'lib turib, sovutni garovga qo'ygan holatda qarz olib turib, yemoqli, ichmoqli olib yuradilar. Abu Bakr roziyallohu anhu bo'lsa, tirikchiliklarini davlat byudjeti asosida ma'lum bir belgilangan oz miqdordagi oylik asosida yashab yurganlar, oilalarini boqib yurganlar. Abu Bakr roziyallohu anhudan keyin Umar roziyallohu anhu davlatning rahbari bo'ladilar. Umar roziyallohu anhu davridan keyin Usmon roziyallohu anhu davlatning rahbari bo'ladi. Endi bu yerda navbat bilan aytadigan bo'lsam, masalan, islom dini qonunchiligi asosida davlat boshqaruvida taxtga keladigan odam 3 xil uslubda keladi. Ikkitasi qonuniy, bittasi noqonuniy. Ikkita qonuniy bo'lgani qanaqa? Davlat rahbari bo'lgan odam o'zidan keyingini aytib ketadi, belgi berib ketadi yoki aytib ketadi yoki yozib ketadi. Ikkinchisi, shuro kengashi tashkil qilinadi va ular hal qiladi kim davlat rahbari bo'lishini. Islom davlati bo'lgan paytida Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyingi bo'lgan inson Abu Bakr roziyallohu anhu edi. Abu Bakr roziyallohu anhuning o'g'illari bor edi. O'g'illari Abu Bakr roziyallohu anhudan keyin taxtga o'tirmadi. Davlat boshqaruvida rahbar bo'lmadi. Chunki u saltanat hisoblanadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam tashkil qilgan davlat bo'lsa imomlik davlati edi. Imomda qanaqa? Masalan, Makkada yoki Madinada yoki masjidlarda bir imom jamoatdan 1 metr deyiladimi, 1 qadam bo'ladimi, oldinroqda turadi. Agarda imomni namoz paytida tahorat ketib qoladigan bo'lsa, turli xil namozni davom ettira olmaydigan bir holat bo'ladigan bo'lsa, 1 metr yoki 1 qadam orqasida turgan odam darrov oldinga chiqadi va namozni davom ettiradi. Imom butun jamoatdan imomlikka eng haqlirog'i bo'ladi. Dinni yaxshi biladigan, dinga yaxshi amal qiladigan,
va tajriba sifatida hamma taraflama o'sha jamoatdan yaxshirog'i imom bo'ladi. Uni o'rniga ketadigani ham o'sha jamoatdan yaxshirog'i uni o'rniga davom ettirib ketadi. Imomlik sistemasi bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhudan keyin Umar roziyallohu anhu bo'ldi. Abu Bakr roziyallohu anhuning ko'rsatmasi va tavsiyasi asosida Umar roziyallohu anhu bo'lsa 6 kishilik bir kengash, shuro tashkil qildilar va shuro kengashni qarori asosida Usmon roziyallohu anhu davlatning rahbari bo'ldilar. Usmon roziyallohu anhu davlat rahbari bo'lgan paytlarida oxirida 2 kishi qoladi, masalan, bu nomzodlardan. Biri Ali roziyallohu anhu, ikkinchisi Usmon roziyallohu anhu. Usmon roziyallohu anhu davlat rahbari bo'lishlarini qarorini faqatgina 6 kishi hal qilmagan. Ba'zi manbalarda keladiki, hatto Madinada, ya'ni davlatni markazi poytaxti bo'lgan Madinada uyma-uy yurib, ayolu erkak, qariyu yosh borib turib ulardan Usmon roziyallohu anhumi, Ali roziyallohu anhumi kim davlatni rahbari bo'lishi haqida so'ralgan ekan. Umar roziyallohu anhudan keyin Usmon roziyallohu anhu bo'lgan bo'lsalar, davlatni boshqaruvda rahbari bo'lib, Usmon roziyallohu anhudan keyin Ali roziyallohu anhu davlatni rahbari bo'ldilar. Keyin Muaviya roziyallohu anhu turli xil usullar bilan davlat boshqaruviga o'tirdi. Davlat boshqaruviga o'tirgandan keyin yuzaki aytib ketaman, islom tarixi haqida alohida bir videoda, alohida bir uzun darslik qilib gaplashamiz. Muaviya roziyallohu anhudan keyin islom davlati saltanatga aylandi. Muaviya roziyallohu anhu o'zidan keyin voris qilib, merosxo'r qilib o'zini o'g'li Yazidni qoldirdi.